Siz tunda 3-4 marta hojatxonaga borishga majbur bo'lyapsizmi? Siyishda qiynalishlar bo'lyaptimi? Bu narsani qarichilik deb o'ylayapsizmi? Unda ushbu video siz uchun. Prostata bezi faqat erkaklarda bo'ladigan yong'oqqa o'xshagan bez hisoblanadi. U siydik yo'lini o'rab turadi. 40 yoshdan o'tgandan keyin ko'p bemorlarda prostata bezi kattalashib boshlab, yosh o'tgan sari, ya'ni bu narsaga e'tibor bermasligini hisobidan prostata bezi siydik yo'lini qisib qo'yishi mumkin. Bu keyinchalik katta muammolarga olib kelishi mumkin. Agar sizda ham kechqurunlari siyishga 2-3 martalab chiqish, tualetga borgandan keyin siyishga qiynalish yoki tualetga kirganingizdan keyin 4-5 minutlab kutib o'tirib, keyin siydik chiqishlari, siyib bo'lgandan keyin qolib ketish hislari bo'layotgan bo'lsa, unda обязательно o'zingizni tekshirtirishingiz kerak. Ko'p erkaklar bu narsani keksalik alomati deb o'ylaydi. Lekin bu narsani vaqtida davolamasa agar, bu narsa buyrakka zarar yetkazadi. Ya'ni siydik oxirigacha chiqib ketmaganini hisobiga buyrakka nagruzka tushadi, siydik yo'llariga infeksiyalar tushadi. Shuni hisobidan ko'p muammolar davolanmaslikdan boshlanadi. Xo'p, bunda nima qilish kerak? Birinchidan urologga borish kerak. Vaqtida tashxis qo'yib davolansa oson, ya'ni dorilar bilan oson davolasa bo'ladi. Ikkinchidan, kechqurun suyuqliklarni kamaytirish kerak. Ya'ni kechga choy va qahvani vobshe to'xtatish kerak. Uchinchidan, o'tiroq hayotni, ya'ni ko'p o'tirishlarni kamaytirish kerak. Bunda masalan har kuni kechqurun 1 soat, 1,5 soat ko'chaga chiqib aylanib, yugurib kelish kerak. To'rtinchidan esa o'zingizni o'zingiz davolamang. Ya'ni aptekalarga borib, har xil prostatani davolaydigan dorilarni olib, o'zingizga ухудшение, ya'ni yomon narsa qilib qo'ymang. Xulosa qilib shuni aytamanki, prostata bezi kattalashishi bu hozirgi kunda juda katta muammo emas, ya'ni uyaladigan muammo emas. Bu narsani hozirgi kunda 40 yoshdan o'tgan erkaklarning yarmidan ko'pida shu muammo bor. Bu narsani vaqtida to'g'ri davolashni maslahat berib o'taman. Agar sizda ham shu muammolar bo'layotgan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali shaxsan o'zim bilan bog'lanishingiz mumkin.